Hayotimiz mobaynida hamma har xil insonlarni ko'radi. Kimdir yaxshi insonlarni ko'p ko'radi, kimdir yomon insonlarni, hamma har xil insonlarni ko'radi. Lekin bilmadim, men yolg'on gapirgan insonlarni juda ham yomon ko'raman. O'zim ham yolg'onni juda kam ishlataman. Masalan, 100 ta gapirsam, uni ichida bitta yolg'on bo'lishi mumkin. U ham majbur bo'lib qolganimdan yolg'on gapirarman. Lekin juda ham ko'p insonlarni ko'rdim, yolg'on gapirgan sari ular rohatlanadi. Masalan, uzoqqa bormaymiz. Meni bir tanishim uyiga kirganimda u tovuq oyog'ini yeb turgan ekan. Meni ko'rdi-da shoshib pishib qoldi. Nimaga shoshidi u, nimaga unday bo'lib qoldi bilmayman, o'zini yo'qotib qo'ydi-da, menga bo'lsam, "Kim manavni yeysanmi? Kim manavni yeysanmi?" deb har xil narsalarni menga berib boshladi. Kim "Yo'q, yemayman" desam, "Uyingga olib ket, uyingga yeysan" degan gaplarni qilib menga shu narsalar taklif qildi. Men tushunmadim, nima uchun bu bunchalik shoshib qoldi? Nima bo'ldi? Uyda hech kim yo'q edi. Hayron qoldim. Hayron qolib uyga kelib o'zimga o'zim savol berib, nimaga bunday qildi? Hech qachon bunday qilmardi-ku degan gaplar bilan xayol surib o'tirdim. Keyinchalik bilsam, u inson ro'zador emish. Tashqariga chiqqanida hammaga men ro'zadorman der ekan. Men ro'za tutganman deb uyga kirib ovqatlanar ekan. Uyga kirib ovqatlanib chiqib, yana tashqariga chiqib men ro'zadorman der ekan. Bu nima qiliq? Siz kimni aldayapsiz hozir? Siz o'zingizni aldayapsizmi, meni aldayapsizmi, odamlarni aldayapsizmi, yo tepadagi yaratuvchini aldayapsizmi? Siz kimni aldamoqchisiz bu gapingiz bilan? Bu ishingiz bilan, bu qilig'ingiz bilan. Siz odamlarni ko'ziga yaxshi ko'rinishga harakat qilmang. Siz kimgadir yoqishga ham harakat qilmang. Siz ro'za tutyapsizmi? O'zingiz uchun tutyapsiz. Siz men uchun tutmaysiz. Namoz o'qisangiz ham o'zingiz uchun namoz o'qiyapsiz. Men uchun namoz o'qimayapsiz. Siz yaratuvchidan qo'rqing. Yaratuvchi hamma yerda ko'radi. Uyda ichidan ham ko'radi, tashqaridan ham ko'radi. Qayerda aytilgan ekan, mana musulmon davlatida yaratuvchi ko'rib turadi, xristian davlatida yaratuvchi ko'rmaydi. Bu qayerdan chiqqan gap? Yaratuvchi hamma joyda bizni ko'rib, eshitib, bilib yuradi. Yolg'onni yig'ishtiring.